Demak, 5/2, 5-chapter, 2-paragraf. Distance degani masofa degani. To finish line, finish chizig'igacha. Finishgacha. To degani ga degani. Finishgacha masofa. Demak, finishgacha masofa Jasonda -8 ta + 200 metrlarda o'lchanar ekan. Maryda -7,5 t + 200. E'tibor beradigan bo'lsak, masalan, t ni o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsak yoki 0 qo'ysak 200, 1 qo'ysak 8 ga kamayadi Jasonda, 2 qo'ysak yana 8 ga, 3 qo'ysak yana 8 ga kamayadi. Demak, men qo'rqmay aytaveraman, Jasonda tezligi 8 metr/sekund. Maryda tezligi 7,5 metr/sekund deb aytaveraman. Endi shu narsa ko'rsatib turibdi ekan. Qo'ygani mana shu yergacha tarjima qilib oldik. How many meters will Mary have left? How many meters degani necha metr qoladi? Maryda left qoladi. Maryda necha metr qoladi deb so'rayapti. Endi bilish kerak. Qachon necha metr qoladi nimani so'rayapti? Qachonki Jason finish chizig'iga yetib borganda. Finish Jason tezroqligi uchun, kattaroqligi uchun u vaqtliroq borib oladi-da, orqasida Mary ketadi. Demak, Jason birinchi borganda yetib borishi bilan Maryga shu finish chizig'igacha qancha qoladi deyapti. Demak, finish chizig'iga yetib borish uchun mana bu Jasonda tenglamasini 0 ga tenglab olamiz. 25 sekund chiqadi. 25 sekund yetib borar ekan. O'rniga qo'yib qo'yamiz. Mana buni o'rniga qo'yib qo'ysak, -7,5 ko'paygan 25 + 200. Demak, 12,5 metr ekan. Demak, Jason yetib borganda Mary undan 12,5 metr orqada bo'ladi. S javobi. Ikkinchisi. Bagel shop, ya'ni nimadir ekan, bizga tarjimasi shart emas. Qanaqadir magazinda birinchi 6 ta o'sha narsa sumka deb olaylik, masalan. Sumka purchased sotiladi 55 centdan a piece bo'lagi. Ya'ni bir donasi. 6 tasi 55 dollardan sotilar ekan. Va undan keyin qo'shimchasiga S dollardan ekan. Mana S dollardan nechtadir olsa, masalan, bo'ladi-ku, 5 ta olsangiz deyapti, mana 6 ta olsangiz 55 centdan ekan. Ko'proq olsangiz arzonroq beradi endi. Aytayaptiki, qo'shimchasiga S dollardan berilar ekan, S centdan berilar ekan donasiga. Agar xaridor 507 dollar, bu degani 570 sent to'labdi. 570 sent to'labdi, 12 tasi uchun deyapti. For degani uchun, mana for uchun. 12 tasi uchun to'labdi. Demak, 6 ta olgan bo'lsa, demak yana 6 tasini S dollardan olgan. Endi hisoblaydigan bo'lsak, shu yerdan S imiz 40 chiqar ekan. Ya'ni 40 sent ekan. Bittasi, bitta sumka 40 sentdan tushar ekan. Qachon? 6 ta sotib olgandan keyin 7-chisidan boshlab. Menimcha tushunarli bo'ldi shekilli. Uchinchisi. Many bought. Bought buy'ni o'tgan zamoni sotib olmoq degani. Sotib oldi. Sotib oldi. S ta shokolad 70 sentdan. Ya'ni dollarda hisoblaydigan bo'lsak, rasxodi hozircha chiqimi 0,7 S bo'lar ekan. Hammasini sotdi. Sold all. Hammasini sotdi. Ammo katasini 1.25 dan sotibdi. Katasini 1.25 dan sotibdi. Foydasi P dollar bo'ldi. Nima bo'ladi? P ni topamiz. 1.25 dan mana. Ya'ni katasini sotgan, hammasini sotibdi, ammo katasini 1.25 dan sotibdi. Endi 1.25 ni S minus K ga ko'paytirib, -0.7 S ni ayirib olamiz. Shunaqasi javob A javobda bo'lar ekan. To'rtinchi masala. David foydalanar ekan 1 taqsim of his monthly salary. Monthly salary degan oylik daromadi degan. Oyligi deylik shuni, oyligi. Oyligini 1 taqsim 10 qismini for groceries. Groceries degan oziq-ovqat degani, oziq-ovqat. Bu shart emas bizga. Ya'ni oziq-ovqat uchun
u 1/10 qismini ishlatar ekan. Ya'ni umumiy daromadi oyligi, mana oyligi x desam, x ning 1/10 qismini ishlatar ekan. Qo'shimchasiga his remaining money qolgan pulini, ya'ni qolgan puli qancha qolgan? 1/10 qismi ishlatilsa 9/10 qismi qoladi. Shuning 3/18 qismi bizda uning mashinasini pullariga ketar ekan. Ya'ni mashinasini yonilg'isiga, yog'iga, remonti, shunaqalarga ketar ekan. Va he also paid, shuningdek to'laydi, twice as much money. Twice degani 2 baravar, ya'ni x2 degani 2 baravar. 2 barobar pul to'laydi for rent. Rent ijara degani. Ijarasi uchun his car payments. Car payments, ya'ni mashinasiga to'laganning 2 baravarini to'lar ekan. Mashinasiga qancha to'laganini hozir buni hisoblab olamiz. Bu bilan bu ketsa 2 qoladi. Ya'ni 3x/20 qolar ekan. 3x/20 ni 2 baravarini to'lar ekan. Shuni soddalashtirib olamiz. Ya'ni x/10 plus 3x/20 plus 6x/20. Soddalashtirsam 20, bu yerga x qoladi, bu yerga 2 tegadi.